Chakralar haqida biroz tushuncha avvalgi roliklarimda berib o'tdim. Qo'shimcha aytmoqchimanki, har kim ma'lum bir darajada oldingi qismatlaridan yig'ilgan ko'rsatkich foizlari bilan tug'iladi. Misol uchun Muladhara 100dan 35, Ajna 100dan 75 yoki boshqa bir foizlarda tug'ilishi mumkin. Ammo albatta foizlarda bo'ladi. Ba'zilari 0% da ham bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda buning tahlilini osonlik bilan qo'lga kiritishingiz mumkin. Ya'ni oson qo'llanmalar bilan onlayn kalkulyatorlarda hisoblab ko'rishingiz mumkin. Google в помощь deyishadi-ku. Shunday, ammo ularning ham aniq ko'rsatkich beradiganini topa olishingiz kerak. Bu uchun ko'proq amalda sinab qarab ko'ring. Shunday qilib siz tug'ma har bir chakrangiz qancha foizda tug'ilganligingizni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo unutmangki, bu tug'ma ko'rsatkichlar va ular yillar o'tib qanday holatga kelganligini faqatgina mutaxassis bilan konsultativ ko'rigidan o'tib aniqlanishi mumkin. Ya'ni hoziringizda chakralaringiz qanday va qanchalik holatda, necha foiz darajada ekanligini maxsus savol-javoblar va harakatlaringizga ko'ra aniqlanadi. Eslatib o'tmoqchiman, aprel oyidan onlayn to'lovli kompleks, ya'ni raqamli psixologiya, ya'ni numerologiya, energiyalar, sayyoralarning ta'sir kuchlari, odamlarga bo'lgan chakra analizlar, unsur, doshalarning ta'siri va normalizatsiyaga olib kelish yo'llari, odamning hayotidagi o'rni va qanday maqsad bilan kelganligi, shuningdek atrofdagilarni u uchun bo'lgan o'rni, har biri bilan o'zaro nima maqsadda uzviy bog'langanligi, qadimgi qo'lyozma sanskrit yozuvlariga ko'ra qanday olamlar bor va nima uchun deb ko'rsatilganligi, sog'liq uchun kerakli bo'lgan minerallar va mudralar, umumiyda odam o'zini hayotini yaxshi tushunib yetishi, hayot yo'llarini ochilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni asosiy ko'rsatkichlarini termasi bilan tayyorlangan maxsus dasturimda o'rgataman. Ushbu kompleks dasturimni o'rganishni xohlovchilar mana bu raqam orqali murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.